Ismim Javlonbek, Nokia kompaniyasida software injener bo'lib ishlayman. Dostonbek Silyav, Sanoat qurilish bankida data injener bo'lib ishlayapman. Ismim Lazizbek Rahmatov, National Bank of Uzbekistan bosh ofisida data analitik bo'lib ishlab kelmoqdaman. Ismim Murodxon, backend dasturchisi sifatida Uzinfocom tashkilotida ish olib boraman. Men Ilhomjon Ibragimovman, bir yildan beri data analitik sohasida faoliyat yuritib kelyapman. Meni ismim Islom, Hayot bankda dasturchi bo'lib ishlayman. Ismim Jaloliddin, UzBMBda software injener bo'lib ishlayman. Hayitmurod Farmonov, middle backend dasturchisi bo'lib ishlayman Asaka bankda. Ismim Shahzod, hozirgi ishlayotgan kompaniyam nomi Akeon GmbH, Germaniyadagi kompaniya, PHP dasturchi bo'lib ishlayman. Ismim Ulug'bek, Twinkle Consultingda front-end dasturchi bo'lib ishlayman. Men ismim Islom Egorov, hozirgi kunda startup loyihalar ko'tarish bo'yicha shug'ullanib kelyapman. Bu kursgacha o'zimni imkoniyatlarimga pastroq baho bergan ekanman deb o'ylayman hozir endi. Kattaroq ishlar qila olamiz ekan degan fikr keldi. Ancha narsa o'rgandik, ya'ni o'sha algoritmlar o'rgandik, tizim dizayn o'rgandik, cloud bilan ishlashni o'rgandik, AI bilan shu ishlashni o'rgandik. Bu albatta hozirgi zamonda eng kerakli bo'lgan bilimlar deb o'ylayman. Intervyular ham bo'ldi bu kursdan keyin va intervyularda o'zim shu o'rgangan bilimlarimni qo'llagan holda javob bera oldim. Agar kurs bo'lmaganda katta ehtimol bilan menimcha bu savollarni bunchalik detallarda javob bera olmagan bo'lardim deb o'ylayman. Ayniqsa intervyu jarayonida qanchalik ko'p o'rganganimni his qildim. O'zgarishlar juda katta va o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar ham juda ham ko'p. Bu yerda berilgan informatsiyalarni hali yana hazm qilib olish kerak. Mindset bo'yicha ham ko'proq shift bo'ldi, ya'ni o'zingizda qanaqadir miyangizda bloklar yechiladi. Misol qanaqadir narsa oldin qila olmayman degan bo'lsangiz, hozir Azimjon aka ko'p leksiyada, konsultatsiyada har xil keyslar yoki Google ichida bo'lgan vaziyatlarni aytgandan keyin ozgina ishonch paydo bo'ladi. Menimcha, o'sha men ham qila olmayman, fanga kirish uchun nima qilishingiz kerak, o'sha roadmap aniqroq chizildi o'zim miyamda va o'shaning o'sha harakatlar ham boshlandi. Hali ancha ishlash kerak. Avval faqat front-end yoki shunga o'xshagan narsalar atrofida odam o'ralashib qoladi dedi. Hozir umumiy fikrlash o'zgara boshladi. Umumiy proyektlarga, ya'ni yuqoridan qaraydigan darajada bo'ldi. Oldingi fanga bo'lgan qarashimni tubdan o'zgartirdi. Bu tip aytganda imkonsiz, impossible degan qanaqadir bizda mif tushunchalar bo'lardi. Lekin Azim Po'latning o'sha bizga bergan, o'zining tajribasidan kelib chiqib bergan insightlaridan va ya'ni qanaqa topshirish kerak, o'zi qanaqa bo'ladi, ichkarida qanaqa holat, biz o'ylaganchalik bu imkonsizmi degan savollarni, dunyo qarashini deyarli o'zgartirgan. Intervyularga asosan intervyuda qanaqa masalan savol bersa, o'shanga qanaqa savollar berish, masalan, muammoni to'g'ri tushunib olish, o'sha taraflama ko'proq. Kursdan oldin o'zim umuman jarayon qanaqa bo'lishi haqida tasavvurli bo'lmagan. Fan kompaniyalarga kirish va muhit va ularning ichidagi. Lekin mana shu 3 oy davomida Azim Po'lat bizga juda ko'p narsalarni o'rgatdilar, tajribalardan kelib chiqib, umumiy intervyu jarayonlari, ishga kirilgandan keyingi jarayon va undan keyingi jarayonlar, masalan, fangda ishlab chiqqaningizdan keyin yoki fangdan keyin qanaqa kutilmalar bo'lishi haqida umumiy tasavvurlar berdi. Keyingi faoliyatimda, rejalarimda shu yaqin 1 yillik balki 3 yillik rejalarimda juda ham katta fundament bo'ldi deb ayta olaman bemalol. High levelda bilim darajamiz oshishdi ancha. Ya'ni nimani o'rganish kerak aniq. Oddiygina misol keltiradigan bo'lsak, ko'p kishi xato qiladigan oddiygina statistikalarda ham bir nechta g'alati kodlar, bir gala kod yozmasdan oddiygina data structure o'rganib shuni bittada yechish. Yo'nalishni aniqlab oldim. Bundan oldingacha o'sha hozirgi sohada o'zimni middle darajasida deb hisoblab yurgan bo'lsam, keyingi qadamga qanaqa qilib o'tish kerak degan savollar juda qiyin edi. Aynan shu savollarga javob topishda juda ham katta yordam berdi. Avvalambor networking, ya'ni tanish bilish orttirish, Azimjon akaning o'zi bilan darslarda tanishdik, ancha bilimlar oldik. Bir dastur qurishda ancha buncha ko'nikmalar yetishmayotgan joylari to'ldirildi. Rus tilida aytganda lyohki deydi-ya, lyohki learning, ya'ni qiyin katta mavzuni ham shunchaki bir inson tiliga oson tushuntira bera olish skill juda yuqori. Hayotiy misollar bilan tushuntirib berish umuman boshqa daraja.
ya'ni texnikal mavzuni ham sizga o'zingizni hayotingizdan kelib chiqib, hayotiy misollar, kundalik turmushingizda bo'lib turadigan holatdan kelib chiqib tushuntirib berishlari bu ajoyib. Birinchi informatsiyalar beradilar. Informatsiyadan keyin unga masalan savollar qo'yiladigan bo'lsa, savollarga birinchi javob beradilar-da. Keyin biza qilmasak qanaqa muammolarga olib kelishi mumkin. Undan tashqari o'zidan boshdan o'tgan yoki o'zi ko'rgan muammolar, aynan biz kichkina deb hisoblagan joylarda uchrashi mumkin bo'lgan ulkan muammolar haqida informatsiyani berib, biz faqatgina shuni o'rganishimiz kerak degan narsa bo'lib qolmaydi-da. Biz уже shuni qilmasak nima bo'lishi haqida ham informatsiyaga ega bo'lamiz-da. Algoritmlar darsida teoriya o'tardik, keyin konsultatsiyada kelib, o'shani Lidcode'da yoki 42 arenada masala yechib, tushuntirib, hamma kursda ham unaqa narsa ko'rmaysiz. Asosan teoriya o'rgatishadi, lekin praktik olib ketadi. Yana bitta narsa qiyin narsani oson tushuntirishlari ham yo'q. Azimjon aka masalan nimadir o'rgatadilar, tushundingizmi deb so'raydilar. Masalan, o'sha vaqt savol bersangiz, siz tushunmaguningizcha tushuntiraveradilar. Masalan, ichkariga kirib, o'sha tushuntirayotgan vaqtlarida ham nimanidir tushunmay qolsangiz, o'sha ichma-ich kirib, tushunmaguningizcha tushuntiradilar xullas. Shu tomoni yoqadi. Juda ham murakkab ma'lumotlarni bizga umumiy o'rganuvchiga oson yetkazib berishlari menga yoqadi. Ishtiyoq juda baland Azimjon akada. Uni ko'rib bizada ham paydo bo'la boshladi o'zi ishtiyoq. Juda ham qiyin kontekstlarni oson tarzda bizga yetkazib berish qobiliyati ma'qul keldi. Darslarni tabiiy o'tadi, hech qanaqa tayyorgarliklarsiz. Sizni dars o'tib ketgan mahal real kezni ko'rasiz. Qolgan kurslarda hamma narsani tayyorlab qo'ygan bo'ladi. Siz xatolik chiqsa, o'sha xatolikni ko'rsatmaga ketgan bo'ladi. Azimjon akada darslarida ko'pincha real vaqtda bo'ladi hamma narsa. Ошибка chiqsa, sразу shu joyda o'zida to'g'rilab ketish stili yoqadi. Qiziqarli hayotiy masalalar bilan tushuntirib beradi. Azimjon akani o'sha muammolarni katta qiyin konsepsiyalarni mayda bo'laklarga bo'lib, iloji boricha sodda tilda va misollar bilan tushuntirishlari juda ham yoqtiraman. Azimjon akani o'zi bepul kurslarini, YouTube'dagi darslarini ko'rganlar bo'lsa biladi. O'zida o'rgata olishlik qobiliyati juda ham yaxshi shakllangan. Shu narsani sezganman. Shu tomonlama ham yaxshi mentor deb bilaman Azimjon akani. Offline darsda imkoniyati bo'lsa, u kursda albatta kelish kerak, bu boshqa daraja. Siz o'qiyotgan kursda o'zingizning tengqurlaringiz yoki bo'lmasa boshqa kursdoshlaringiz shunchaki oddiy bolalar emas. Ular kelayotgani allaqachon qaysidir kompaniyada, qaysidir joyda, yaxshi joyda ishlab turib, ular o'zi boshqa darajaga chiqish niyatida yurishibdi. Haqiqiy fan kompaniyalar nimani so'rayapti? Haqiqiy bozor nimani so'rayapti? Haqiqiy talabga taklif bilan javob beryaptilar. Azimjon akani bosib o'tgan yo'llari juda ham noodatiy. To'g'ri, hammaning o'ziga yarasha tajribasi bor, lekin aynan mana shu Facebook, Amazon, Google'da yetarlicha vaqt ishlaganliklari va u yerdagi juda ham qimmatbaho tajribalarini ulashishlarini hisobga oladigan bo'lsak, shu nuqtai nazardan juda ham tavsiya beraman. Har doim oldinga qarab intilish kerak bo'ladigan bo'lsa, har doim o'sish kerak bo'ladigan bo'lsa, avval to'g'ri yo'lni ham topib olish kerak-da. To'g'ri yo'lni topib olib, siz o'zingiz oldingizga qo'ygan marrangiz aniq bo'ladigan bo'lsa, aynan dastur sifatida, masalan, ko'pchilik dastur sifatida dasturlash cho'qqisiga chiqish yoki katta kompaniyalarda ishlashni nazarda tutadigan bo'lsa, bu yerda aynan shunaqa mutaxassis bizga o'zini bilimlarini ulashyapti. O'zini tajribasini ulashyapti. Bu yerda faqatgina oldin aytganimdek ham o'sha buni o'rgangin degan gap yo'q-da. Bu yerda realniy tajriba, realniy keyslar bilan realniy tushuntirib berishyapti. Networking, ko'proq odamlar bilan suhbatlashasiz, har xil kompaniyada ishlaydigan va benefitlarda, ya'ni refer olishingiz mumkin, misol uchun ishda yoki billa keyinchalik biz mock intervyu qilishimiz mumkin. Bu community keyinchalik ham saqlab qoladi. Azimjon aka hamma narsani siz miyamizga to'liq qo'yib qo'ya olmaydi. Ya'ni hamma narsani bu 1 oy yoki 3 oy ichida o'rgatib qo'ya olmaydi. Ammo asosiy yo'lni ko'rsatyapti. Masalan, bunaqa qilish kerak, bunday o'rganish kerak, qanday qilib o'rganishdi.
o'rgatyapti. Shu jihatdan 42 kurslarini, Azimjon akaning kurslarini tavsiya qilaman.